Mana yana bitta klientimizga qaranglar, shunaqa skidka narxlarga tushgan $45 bagema naborimizdan qilib beryapmiz. Shunaqa fujerlarimizdan, mana fujer martinkalarimizdan, shunaqa skidka narxlarga tushgan servirovka naborimizdan, qoshuv naborlarimizdan ham qilib beryapmiz. Pechonka termoslarimizdan, shunaqa salfetka qo'yadiganlarimizdan ham qilib beryapmiz. Shunaqa nalichida salfetka qo'yadiganlarimizdan ham kelgan. Bemalol kelib xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Mana klientimizga shuncha sarpa naborlari qaranglar, arzimagan suv tekin pulga bitta polni stollariga sarpa nabor qilib beryapmiz. Qaranglar, vashi necha pul bo'ldi deb o'ylaysizlar? Javoblarni kutamiz. Storiesimizda javoblarni qoldiringlar. Vashi suv tekin narxda bo'ldi, lekin ishoninglar, klientimiz mana hozir bu yoqda tekshirib oldilar. Mana qalay ekan-ya? Yoqdimi o'zingizga? Ha, yoqdi. Baraka topinglar. Suvdinglarni bersin Ilohim. Ana duo qilib, mazza qilib, suv tekin narxga polni stollarni komplektini to'ldirib ketyaptilar. Mana sarpa nabor qilib, xayrli bo'lsin. Ilohim qizinglar ham baxtli bo'lsinlar. Rahmat.